Hazrati Umar radhiyallohu anhu taqvo borasida shunday marhamat qilganlar. Taqvo oyoq yalang bir sahroda tikonzonni aralab yalang'oyoq o'tishlik deb mana shunday sharh beriladi. Ha, oyog'ingizda oyoq kiyimingiz yo'q, tikonzorni aralab o'tsangiz qanday o'tasiz? Tikonlarni bosib olmaslik uchun, ozor chekmaslik uchun qarab, diqqat bilan, e'tibor bilan shoshmasdan tikonzordan aralab o'tasiz. Taqvo mana shunday narsadir. Chunki biz jannatda yashamayapmiz, imtihon dunyosida yashayapmiz. Har bir mo'min inson, musulmon inson qaysi bir ma'noda imtihonga yuzlanishligi bor. Men eng baxtiyor insonman, bekami ko'z hayot kechiryapman degan insonda ham bir qancha masalalar bo'ladi, o'zi biladigan. Shuning uchun mo'min inson, musulmon inson bu imtihon dunyosida hayot kechirar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bergan omonat umrni o'tar ekanmiz. Har bir daqiqamiz, har bir olayotgan nafasimizni g'animat bilib, doimo yaxshi niyatda, yaxshi harakatda, ixlos ila hayot kechirib boradigan bo'lsak, shukronalik ila hayot kechirib boradigan bo'lsak, inshaalloh karim bu imtihondan yaxshi o'tajakmiz. Lekin noshukrlik bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning toati ibodatidan chetda bo'ladigan bo'lsangiz, halol haromga e'tibor qilmaydigan bo'lsangiz, 4 kunlik dunyo yashab qol deydigan shior bo'ladigan bo'lsa, Alloh panoh bersin, bu inson albatta dunyoda ham, oxiratda ham albatta iqobga, uqubatga duchor bo'lmasdan qolmaydi.